Diqqat aholiga tezkor xabar. 1-iyun sanasidan boshlab O'zbekistonda qonunchiligimizda va fuqarolarning hayotida nimalar o'zgardi? Kimlarga qancha maoshlar beriladi? Pensiya va nafaqalar, bolalar pullari qanchaga oshdi? Barcha savollarga ushbu videorolikda to'liq javob topasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyun sanasidan boshlab mamlakatimizda va qonunchiligimizda ro'y bergan barcha o'zgarishlar haqida to'liq ma'lumot oling. 1-iyundan boshlab elektr energiyasi va tabiiy gaz va metan uchun yangi tariflar ham amal qila boshlaydi. 2. Jumladan restoran va mehmonxonalarda alkogol hamda tamaki mahsulotlarini naqd pulga sotishga ruxsat beriladi. Savdo xizmat ko'rsatish va umumiy ovqatlanish shoxobchalaridagi tadbirkorlar uchun 6% soddalashtirilgan qo'shimcha qiymat tartibi joriy etiladi. 3. Shuningdek, qo'shimcha qiymat soliqlari bo'yicha 10 million so'mgacha bo'lgan ortiqcha to'lovlar avtomatik ravishda qaytariladi. Bojxona bojlari esa 120 kungacha kechiktirish yoki bo'lib to'lash imkoniyatini yaratadi. 4. Kafe va restoranlar ayrim xodimlarni 1 kundan 7 kungacha muddatga mobil ilova orqali rasmiy ishga qabul qilishi mumkin bo'ladi. Nasldor qoramol va qo'y echkilarini import qilishda qo'shimcha qiymat solig'i imtiyozi ham joriy etiladi. 5. Bundan tashqari kichik biznes va ayrim soliq tekshiruvlari qisqartiriladi. Qo'shimcha qiymat solig'iga o'tish uchun yillik tushum chegarasi BXMning 12 ming baravari etib belgilanadi, deyiladi xabarda.